dam mast qalandar mast mast dam mast qalandar mast dam mast qalandar mast mast dam mast qalandar pare pare gare 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 ni pare pare gare gare pare pare gare ni pare pare gare gare dam mast qalandar mast mast 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 qalandar mast mast dekho meri dekhi dama dama ali ali एक मेरी देखी दम दम अली अली Sakinal kalandar mast mast सकीनाल कलंदर मस्त मस्त Sakinal kalandar mast mast दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त Hemen Duran'ı görüş gerek. Hoppa! Kurma yapsam mı? Tamaşa değiller ku. Kara kurdunu aç kursun. Ali endi nima qilamiz? Tomosha qo'yamiz. Qaysi tomoshani qo'yamiz? O'yla, Hamid. O'yla! O'yla. O'yla! Oyla! 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 O'yla! Taptım! Taptım! Hazır hazır hazır. Hemen var ya hazır. Bo'l. Tezroq bo'l. O'lsang-chi. Bo'l demaysan. O'lasam yo'qmi? Ol! Olmak! Yok! Kalmak! Soldurmasana! Bo'lmaydi bu. Bo'lmaydi bu. Qo'y. Sen mahmat top. Toping. Obrazga kirish solay. Kırış. Tosh. Jamila! Jamila! Yalinma bu itlarga. Yalinma! Qanday? Boylar xizmatchimi? Bo'lmaydi bu. Akalar men topdim. O'tgan kunlarni qo'yaylik. Men Otabek rolini o'ynayman. Kumuş yok ku. Bo'ldi-da. Undan ko'ra bor qopimni olib kel. Hop. Qopim qanday? Qopim. Yo'q, qopim qani? Qopim qani? Qopim topdilaringmi yo'qmi? Yo'q. Men qara. Qop. Sen qara. O'zimdan kam-ku. Boshlaring bo'lmasa qidirish. O'qishni bilmaysan-ku. Shoshmay-chi o'qib hozir. Topdi. Abdurauf Shtrabning Hind sayyohning Buxoroga qilgan sayohati qissasini qo'yamiz. Ana mana dona shurak, mana senga dona shurak. Ana mana dona shurak, mana senga dona shurak. Boshlayman, bo'la, qaqlayman, hamma narsani. Ket, boshlayman. Hoppa. Tomoshamizni boshlashdan avval Buxoroliklar haqida ma'lumot bermoqchiman. Buxoroliklar aslida 3 toifa. Ular
ulamo, umaro, fuqaro. Ana endi ulamo. Ma'lumki, Buxoro o'ta qadimdan dono va fuzolo ahlini tarbiyalab, voyaga yetkazdi. Har kuni bir Abu Ali ibn Sino, Imom al-Buxoriy va boshqalarni jahonga hadya etib, ularning dunyoning quloqlariga zira ketib taqib kelmoqda. Ammo mana 200 yildirki, u o'zining qiymatini yo'qotdi. Nima uchun deysizmi? Buni tomosha davomida ko'rib bilib olasiz. Ana endi ulamo, umaro deganim. Adashib ketdingizda. Shaxsiy janoblar qani? Bu dahshatli to'dalar hukmronlik ortiga minib olib, bechora badbad xalqni mol, jon, arz, nomus sharafini shafqatsizlarcha qo'yman edilar. Shunday. Hayzlar, bu maktab ko'rmaganlar. Hukmronlik qonunini eshitmaganlar. Ma'muriy idoraning odob va qoidalarini bilmaydilar. Shunday. Ma'lumki, mansabdor shaxsni hokim qilib tayinlashsa, o'sha yerni do'stlik olovini parovat kabi jahannamga aylantiradilar. Shunday. Lekin o'zlariga yaqin kishilar bilan bechora xalqni talon-taroj etadilar. Endi fuqaro. Ular fuqaro. Ularda ayb yo'q. Ular shunchalik qobiliyatliki, faqat buni o'zlari bilmaydilar. Endi ularning ahvolini tomosha davomida ko'rib, bilib olasiz. Ana endi tomoshamizni boshladik. Ana mana dona shurak. Mana senga dona shurak. Ana mana dona shurak. Mana senga dona shurak. Ana mana dona shurak. Mana senga dona shurak. Ana endi men Hind sayyohiga aylandim. Namus. Azim Buxoroy sharifga ham yetib keldik. Ana endi shaharning ichiga kiramiz. Namus. Kirish mumkin emas. Quyosh botgandan keyin 4 soat vaqt o'tibdi. Shuning uchun shahar darvozasi yopiq. Armani javoblarimi? Armada javoblar kelyapti. Yo'l bering, yo'l bering. Yo'l bering, yo'l bering. Hey birodar, kim kelyapti? Kimga yo'l beryapsiz axir? Armani janoblari. Ularga-ku yo'l berding. Nega meni ichkariga o'tkazmaysan bo'lmasa? Quyosh botgandan keyin 4 soat vaqt o'tibdi. Shuning uchun shahar darvozasi yopiq. Obbo, endi quyosh chiqquncha kutarkanman-da. Armani janoblarining kuchiga keldim. Yo'l bering, yo'l bering. Yo tavba. Armani janoblarining kuchuklari haqiqatan ham janobi kuchuk ekan. Lekin nega bizga o'xshaganlarni kirgizishmaydi? Bu xalqning gunohi nima? Jaholat. Ana mana dona shurak. Mana senga dona shurak. 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 Ana mana dona shurak. Mana senga dona shurak.
Çok. 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 Assalomu alaykum, katta aka. Va alaykum ukajon, jon uka. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Akajon, arvangizni sal olib tursangiz o'tib ketardim-da. Ya, jon uka. Sizni olib turing, men o'tib ketay. Akajon, tushunmadingizmi? Bu mening yo'lim, iltimos o'tib ketayin. Voy! Sizga tushuntira olmadimmi deyman, uka? Arabangizni olib turing deyapman. O'zingizda bo'lavering aka. Ya, sizga tushuntira olmadimmi? Oling arabangizni. Hozir uka, 10 gacha sanab tur. Jahling o'chirib tur, xo'p, keyin davom ettiraman. Maylimi? Labba mehmonxonalar. Nega turib qoldik? Ha, oldimizda araba bilan duch kelib qoldik-da. Endi nima qilamiz? Shu yo'l besalab bir tarafda o'tib ketamiz. Keng yo'l qaysi tomonda bor uni? Har ikkala tarafda ham bor. Biz bilan yuzma-yuz bo'lganlar. Nega ortga yurmaydi bo'lmasa? Chunki ularda oriyat bor-da. Bo'lmasa siz ortga yuring. Ya, men nechun yurishim kerak? Ularda bor oriyat, menda ham bor. Sizda ham, ularda ham oriyat bor ekan. Ammo men nima qilay? Ayting. Ha, siz mana labi hovuzdan suv ichib, salmog'ingizni qondirib turing. Men o'zim hal qilib kelaman. Xo'p? Haqlasizmi? Bemalol. Hop. Bismillah. Qara! Olyapman senga. Nega yo'laman? O'zingiz oling, chaldirog'ini oling. Bu mening yo'lim, olaversin deb Olyapman. Akalar urush qilmanglar. Nimaga urush qilasizlar? Menga tushuntiringlar. Nimalar bo'lyapti o'zi? Yayom. Yalanga yo'q. Menga Voydor saloyim. Ko'ppa kunduz kuni meni ikkita aravakash do'pposladi. O'zi bu dunyoda haqiqat bormi? Kim qaraydi bunga? Saloyim, yordam bering. Ko'ppa kunduz kuni meni do'pposladi-ku. Mirshab qani menga mirshobni keltiring. Mirshab janoblari qani? Xalqi birar mirshab. Ha, nima bo'ldi? Ana bu yerda ikkita aravakash meni do'ppos. Stop urganmidinglar, ha? Suv ichib chiqib qoldi. Ya, mehmonku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, mehmon janoblar, ha? Qayerdansiz? Hindistonlikman. Ha, yaxshi. Bir savolim bor edi. Ko'plab odamlar katta mishlarda bu hovuzdan suv olib ketyaptilar-da, bo'shatib yana olib kelyaptilar. Ajabo. Buncha suvni qayerga olib boryaptilar o'zi? Qayerga bo'lardi? Xonadonlarga-da. Nima qilish uchun? Ichish uchun. Sizlar bu suvni ichasizlarmi? Bu suvga nima qildi? Axir bu suvni inson sog'ligi uchun zarari bor-ku. Bu suvning foydasi borligi zarari yo'q. Suv inson sog'ligi uchun foydasi bor. Lekin bu hovuzning suvi hech ham suv emas. Turgan bitgani kir va ifloslikdir. Bu suv kir joyi yo'q. Bu gaplaringiz bilan bu yerdan suv ichmanglar demoqchimisiz? Bir qarang, ko'plab odamlar bu hovuzda tahorat qiladilar. Burunlarini qonadilar, joy oyoqlarini yuvadilar. Agar samovarxona, sartaroshxonani ham, kalla va baliq pishiruvchilarni ham qo'shib hisoblasak, bu hovuzga taxminan 1,5 man kir to'planadi. Boyagi savolingizga keladigan bo'lsak, unday demoqchi emasman. Bu hovuzda axlat va chiqindilarni tashlamanglar, tahorat qilmanglar demoqchiman. Chunki bu suv ichish uchun va u toza bo'lishi kerak. Menga qara! 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 To'xtab tur, menga qarab olsin. Menchi? Sen senga qaraydi. Menga qara akajon. Biz Ibn Ali ibn Sino chiqqan yurtning vakillarimiz. To'g'ri. Nimadir bilamizki, jim yuramiz. To'g'ri. Endi menga qara. Ana senga dona sho'rak. Mana senga dona sho'rak. Mana senga dona sho'rak. Ana senga dona sho'rak, mana senga dona sho'rak, ana senga dona sho'rak. Mehmon janoblar.
Yo'q tabib, doktor. Qaraman, nosha tabib. Yo'q tabib. Buxoroning eng buyuk tabibi. İsmim Al-Hazaru, Al-Zaharu, Al-Shakaru, Al-Fakir. Yo'q tabib. Bo'ldi. Qani bemor qo'lingizni bering. Hindistondan. Topdim. Bemor Hindistondan. O'zingni yo'q. Siz yo'q. Sen doktorxonaga borasan. Bir shishani olib, ko'zoynakdan beshada olib kel. Sen esa eski masjid yonida kabobxonada o'shandan to'sib olib kel, o'zi qolib ket. Siz esa sizga hozir 2-3 qapga nusxal beraman. Rayhon urug'idan beraman, 2-3 mahal etsangiz tuzalib ketasiz. Bo'ldi, hisob-kitob qilib bo'ldi menga. To'xtang. Mening kasalimning sababi nimada? Shamollagan. Topdim. Bemor to'nini terlab kelib yechgan. Sizni sovuq qolgan. Birodar. Birodar, birinchidan meni sovuq urgani yo'q. Keyin sovuq urganning davosi bedi mushuk sharbati va rayhon urug'i ham emas. Keyin siz aytgan bu dorilar 300-200 yil muqaddam ishlatilgan. U davrdan hozirgacha tabobat ilmi ancha rivojlanib, donishmand tabiblar yangi va foydali dorilar ixtiro etganlar. Siz bo'lsangiz hali ham bedi mushuk sharbati va rayhon urug'ini bermoqchimisiz? Kel. Sen nima? Ustozingni ustidan kuldingmi? O'tir. Siz kasalligingizni shamollashdan emasligini qayerdan bilasiz? Beda mushuk sharbatini 200 yil oldin bemorlarga berilganini-yu, hozir yangi tabobatda yangi dori-darmonlar qo'llanilganicha. Bu demoqlar ham so'zdan aytgan gaplardir. To'g'ri, mening aytganlarim emas, balki sizning so'zlaringiz devonaga xos. Siz tabobat ilmining buyuk taraqqiyotiga munkir bo'lmoqdasiz. Bundan nima foyda? Bugun faqat tabobat ilmi emas, balki jahonning barcha ishlari yuksalish tomon yuz tutgan va taraqqiy etish ham shubhasizdir. Sizning bu so'zlaringizni eshitib, kulgim qistamoqda. Kel! Siz aytayotgan tabobat ilmi qayerda yuksalgan ekan? Nega men bundan xabarsizman? Siz juda ko'p narsadan bexabarsizga o'xshaysiz. Siz aytayotgan tabobat taraqqiyoti dunyoning qaysi burchagida sodir bo'lgan? Ta'jib etmang. Bashariyat taraqqiyotga qodirdir va yuksalaveradi ham. 100 yil avval mamlakatingizning qaysi burchagida temir yo'l va telegraf simlari bor edi? Buyuk misollarni qo'ya turing. Oddiy gugurtni qaysi buxorolik ko'rgan edi 100 yil avval? Bundan oldin cholvoringiz karvosdan, ki ko'ylagingiz bo'lsa qalami matodan edi. Bugun nafis dokalar va turli rangdagi parchalarga yetibmiz. Bularning barchasi men da'vo etayotgan taraqqiyotning namunasidir. Shular bilan bir qatorda tabobat ilmi ham ancha rivojlanib, borgan sari baland pog'onalarga ko'tarila bordi. Bu tabobat ilmining bu taraqqiyoti qayerda deysiz? U hamma yerda va hamma tomonidan qabul qilingan. Faqat siz buni ko'rmaysiz va ko'rishni ham istamaysiz. Qo'lingni ber. Yo'q. Sandaqa shogirdlarni. To'xtang. Siz tabobat ilmini qayerda tahsil qilgansiz? Buxoroning o'zida Qaysi tabibdan dars olgansiz? men hech qaysi tabibdan dars olganim yo'q. O'zim mutolaa berib keyin tabib bo'lganman. Siz meni davolay olmaysiz. Chunki siz
Yo'q, 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 yo'q. Ana mana dona shurak, Mana senga dona shurak, ana mana dona shurak, mana senga dona shurak. Iltimos qilaman, menga boshqa yaxshiroq tabib olib keling. Yaxshiroq tabib olib kel. Yaxshiroq tabib olib kelsang bo'lmaydi. Yaxshiroq olib kelsa Yaxshiroq tabib olib kel. Yaxshiroq. bo'ldi. Sizlarga tabib kerakmi? Yaxshisi kerakmi? Qani uchga sanab turlaring. Boshlang. A! 2. Qo'shuv! Ayirib. Teng! Bular o'qish tugul, sanashni ham bilmaydi. Ye. Tabib bemor bo'lmas. Tabib bo'lsa, bemor tabib bo'lmas. Assalomu alaykum bemor janoblari. Assalomu alaykum tabib bova. Xush kelibsiz. Iltimos qilaman, mening kasalimning sababi nimadanligini ayting. Meni ko'rib, bu kim ekan deyotgandirsiz. Men Buxoroning eng oldi tabiblaridanman. Shunday. Ota-bobolarim eng buyuk tabib o'tishgan. Shunday. Tabib bova, men sizga yana ta'kidlayman. Mening kasalimning sababi nimada? Hozir. Bolajonlar tayyorlaninglar. Qana. Habibi bubusi bu. Kim? Su! Habibi bubusi bu. Kim? Su! Habibi babasi bu. Su! Habibi babasi bu. Ko'rdim. Katta. Inomni ko'rdim. Aytdilar. Agar sen unga Habib Musg'ani bersang, tuzalib ketadi dedilar. Hakim janoblari, mening bir yomon odatim bor-da. Tabib kasalini nimadanligini va o'zining dorilari qanday foyda berishini aytmaguncha men u dorilarni icha olmayman. Iltimos qilaman, aytsangiz, qo'rqqanimni qayerdan bildingiz? Issig'ingiz bor. Habib Musg'ani qo'rqqanlarni davolashdagi o'rni nimada unda? U kishining haroratini tushiradi. Yaxshi. Kasalimni ham belgiladingiz, dorisini ham berdingiz. Lekin kaminaning fe'l-qo'yi juda yomon. Tabibning qaysi madrasada o'qigani va qaysi ustozdan ta'lim olganini bilmaguncha men u dorilarni icha olmayman. Shakkoqlik qilmang. Xudoga shak keltirmang. Meni kimligimni bilmaysiz chog'i. Buxoroda yo'q. Katta tabiblar. Men Amir Dorishifo madrasasi mening tabobatim qo'lidadir. Shunday. Har kuni xalqning 12,000 tangasini olaman. Shunday. Ajabo. Bu 12,000 tangani qayerdan olasiz? Dorishifo madrasasidan. Siz tabobat ilmini qayerda tahsil qilgansiz? Buxoroning o'zida. Qaysi madrasada? Buxoro tibb madrasasiga ega emas. Unda qaysi tabibdan dars olgansiz? Men hech qaysi tabibdan dars olgan emasman. Unda qanday tabib bo'ldingiz? Shunday. Rahmatli otamiz menga kitoblarini meros qilib qoldirgan. Shularni o'qib tabib bo'lganman. Odam faqat tib kitoblarini o'qish bilan ham tabib bo'la oladimi? Agar ko'p mutolaa etaversa, bu osondir. Yo'q, xato qilasiz.
Maktab o'qimasdan turib tabib bo'lish mumkin emas. Taraqqiy etgan mamlakatlarda 10 yil umumiy ta'lim olgandan so'ng tib maktablariga kirib yana 5 yil tahsil oladilar. Shundan keyin tabib bo'lib yetishadilar. Siz bo'lsangiz bo'sh vaqtimda otamdan qolgan kitoblarni olib o'qidim deysiz. Sizning bu gaplaringiz bilan tabib bo'lish mumkin emas. Habibi bobo, habibi men sendaqa bemorlarni davolamayman. Men ham sizdaqa tabobat ilmidagi odamlarga bemor bo'lmayman. Ya, o'lmadi-ku. Demak, siz ham ana mana dona shurak, Mana senga dona shurak, ana mana dona shurak, mana senga dona shurak, ana mana dona shurak, mana senga dona shurak. mehmon nima bo'ldi sizga? Ya, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Do'stlar, gapimga quloq soling. Yevropaning hukumati o'z xalqlarining sog'lig'ini saqlash uchun pul sarflaydilar. Ko'chalarni bu shahar xonadonlaridan ko'ra ozodroq tutadilar. Qo'yni shahar ichida so'ymaydilar. O'likni shahar ichida ko'mmaydilar. Hayvonot axlatini bo'lsa, yo'l usti va yoqalarida qoldirmaydilar. Taraqqiy qilgan mamlakatlarda tib maktablari mavjud bo'lib, har yili guruh tabiblarni yetishtirib atrofga yuboradilar. Dorichilar maktabini bitirmasdan turib, dori sotishga yo'l qo'ymaydilar. Maktablarda bo'lsa, bolalariga o'z sog'liqlarini saqlash uchun mavzu va darslar o'tiladi. Donishmand tabiblar bo'lsa, bu haqda maqolalar yozib, gazetalarda e'lonlar beradi. Shuning uchun ham yevropaliklar tabobat ilmini ayrim qonunlarini bir tabib singari biladilar. Lekin Turkiston xalqlari ularga qarshi ish ko'radilar. Ko'chalaringizni qarang. Hali ham axlat va chiqindilarni yo'l usti va yoqalarda qoldirasiz. Ichadigan suvingiz bo'lsa, 200 xala joydan o'tib hovuzlaringizga tushadi. To'g'ri. Bu gaplaringiz ma'qul. Lekin bu gaplarni eshitadigan quloq qani? E'tibor bilan qaraydigan ko'z qani? Ana senga dona shurak, mana senga dona shurak, ana senga dona shurak, mana senga dona shurak. Keldikmi? Bizga ham yetib keldik. Shu menga xalaq bermaydi. Men uxlab dam olaman. Bu madrasa nega bunchalik xarob? Bu musofirxonadir. Qarang, to'g'rida sardoba ham bor. Bularni kim qurgan o'zi? Buxoro amirlaridan biri Abdulloh xon. U o'ziga tegishli bo'lgan barcha yo'llarda saroy va sardobalar qurdirgan edi. Hozir ular tuproqqa ko'milib yotibdi. Do'stim, olamning taraqqiyotidan bexabarga o'xshaysiz shekilli. Shuning uchun ham bu hikoyani hech qanday malomat va alamsiz beparvolik bilan hikoya qildingiz.
Buni eshitib juda achindim. Avropaliklar Yana o'shaliklarni. Avropaliklar bizlardan kelgusi avlodga yodgorlik qolsin deb har kuni bir xayr binosi bunyod etadilar. Lekin bizlarchi? Bizlardan kelgusi avlodga yodgorlik qolsin yoki nomimizni unutishmasin deb hayolimizni bir chekkasiga ham keltirmaymiz. Eng qizig'i shundaki, ota-bobolarimiz va buyuklarimizdan qolgan yodgorliklarni buzamiz va xarobaga aylantiramiz. Bu Hind nega bunchalik Avropaliklarni maqtab pesh qilyapti dersiz? Men faqatgina taraqqiy qilgan mamlakatlar haqida gapiryapman. Binolarning buzilishi bejizga emas. Qadr qimmat yo'q bo'lgan joyda madaniyat va millat ham yo'q bo'ladi. Qizim, sekinroq gapiring. Bir boshdan gapiring. Nima bo'ldi? Shu desangiz qozi domla, tandirga non yopayotgan edim. Keyin tandirdan nonni olib so'pani ustiga qo'ydim. Shu payt bolamning yig'isi eshitildi. Holidan xabar olay deb borgan edim. Boyagi nonni mushuk olib ketibdi. Keyin uni yerim bilib qolib, meni xo'p kaltakladi qozi domla. Keyin nima qilishni bilmay, to'g'ri sizning oldingizga arz etib keldim, yordam bering. Xotin, nima qilib yursan bu yerda, ha? O'chiramasing. Assalomu alaykum, qo'shnlar. Bu bechorani nimaga urding? Shaharning hokimisiz deb o'yladingmi? Bu ishdan xabarim yo'q, qo'shnlar. Xotinim menga tuhmat qilmoqda. Yolg'on gapirma. Sening qilib yurgan ishlaringni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Sening tirnoqlaring tagiga bigiz tiqaman. Yo'q, qo'shnlar. Xotin nima qilib qo'yding, qarab. Ahvolingga qarab nima qilib qo'yding? Yo'q, bunday qilmay qozi domla. Abiding, erimning gunohi yo'q. Hamma aytmangda, farzandlarimizni beva qoldirmang. Bo'ldi. Seni ering urgan, to'g'rimi? Agar urmagan bo'lsa, seni jazolayman. Hukm podshoh janoblariga aytib, 75 darra urdiring. Yo'q, qo'zdomni ona qilmang, xotin nima qilib, nimaga kelasan bu yerga? Xotin, Xudo panohingizni bersin, qozi domla. Sizga alohida gapim bor. Hammang chiqib tur. Mana buni olib, bizni ozod qiling, qozi domla. Hukm! Ikkalan ham ozodsanlar. Yo'qol ko'zimdan. Yo Xudo. Xalqning o'zi hukumatni poraxo'rlikka chorlayapti-ku. Mushuk olib qochgan bitta nonning qiymati bir hovuch tilla. Buning ma'nosi ne? Birodar. Mana xalqimizni ko'rib turibsiz. Fikr doirasi taraqqiy etmaydi. Bu yerda bo'layotgan ishlarga mohiyatiga tushunmaydilar. Hammasi qo'yga o'xshaydi. Cho'ponlarga tobedirlar. Sizning bu fikringiz to'g'ri, ma'quldir. Lekin siz janoblari xalqini qo'yga o'xshatib, barcha gunohlarni hokimlarga ag'dardingiz. Bu xususda hokimlarni aybsiz demayman. Biroq xalqning ham aybi kam emas. To'g'ri, xalq qo'yga o'xshaydi. Lekin qo'yga o'xshashlik bu inson uchun husn emas, balki nuqsondir. Inson insondir. Nega endi u qo'yga o'xshashi kerak ekan? Demak, mulohaza etdik. Agar yer va osmondagi barcha narsalarning bir qismi insonning buyrug'iga bo'ysunmas ekan, farangiylar bu yelkanli kemalarni qayerdan yaratmoqdalar? Havodagi uchish vositalarini qayerdan yaratmoqdalar? Agar tog'u, osmoni, temir va mumning insonning iqtidorli panjasining ostida farqi yo'q bo'lsa, nega endi u qo'yga o'xshashi kerak? Nega turmush tarzini o'z hokimlaridan o'rganar ekanlar?
inson nimaniki topmasin, o'zining intilishdan topadi. Intilmas ekansiz, hech narsaga erisha olmaysiz. Yana shu o'rinda ta'kidlaydiki, inson nimagaki erishsa, o'zining harakatining natijasidandir. Agar intilmasa, hech narsaga erisha olmaydi. Albatta sizning aql va bilimingiz tufayli maxluqotlarning eng oliysi etib, barcha maxluqlarni sizga tobe qilib yaratgan ekan. Demak, siz o'z bilim va iqtidoringizni ishga solishingiz kerak. Agar intilmasangiz, unda Xudodan nimagina, hokimdan nima shikoyat? Ana mana dona shurak, mana senga dona shurak, ana mana dona shurak. Bo'ldi. Hamma narsani yig'ishtiringlar bo'ldi. Dona shurakni ham yig'ishtiringlar, boshqa narsani ham. Hech qanday hind sayyohi emasman. Men shu Turkiston farzandi, ma'rifatparvar jadidchiman. Biz xalqni taraqqiy etsin deb bu muammolarni sizlarga havola etdik. Shoyat asrlar o'tib asar varaqlab bu yurtning farzandlari bu qabih ishlarni qaytarmaslar deb umid qilamiz. Teatr nimadir? Javobiga teatr ibratnomadir. Teatr vasxonadir. Teatr ta'zir adabidir. Teatr oynadir ki umumiy hollarni anda mujassam va namoyon suratda ko'zliklar ko'rib, kar quloqsizlar eshitib, asarlanir. Murodim nasihat aytmagedi, aytdim. Xudoga topshirdim-u, dedim-u, ketdim. Sa pani pani gare gare sare ni pani pa gare sare sa. Sa pani pani gare gare sare ni pani pa gare sare sa. Dam mast kalandar mast mast 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 dam. Ek veri dekhi dam dam ali ali. Ek veri dekhi dam dam ali ali. Sakinal kalandar mast mast. Sakinal kalandar mast mast. Churinal kalandar mast mast dam Mast 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 kalandar mast mast dam. Sa pani pani gare gare sari mi pani pa gare sare sa. Sa pani pani gare gare sari mi pani pa gare sare.